Yana keldingizmi? Ovvora bo'lmang. Onam bilan uchrashishingizga hech qachon yo'l qo'ymayman. Axir men uni yaxshi ko'raman-ku. Buni-chi tashlab ketishdan oldinroq o'ylash kerak edi. Sizlar ajrashgansizlar. Sizdan keyin onam otamga turmushga chiqqan, men tug'ilganman. Endi otamning o'lganini bilib, yana sobiq ayolimning yoniga qaytaman deb o'ylabsizlar. Chuchvarani xom sanabsiz. Toshkentda shunga o'xshash holat qayd etildi, ya'ni sobiq ayoli bilan uchrashuvga erisha olmagan erkak uning qizini sudga berdi. Olib borilgan ijro harakatlari davomida qarzdor tomonidan majburiyat yuklash harakatlari amalga oshirildi. Ayol necha yosh? Ayol 80 yosh. Sobiq turmush o'rtog'ichi? 80 yoshdan oshib erkak. Bu vaqtda xastalanib to'shakka mixlanib qolgan ayol ham sobiq turmush o'rtog'i bilan ko'rishish istagi borligini bildirgan, ammo farzandi unga ham qarshilik qilgan. Murojaatda uning qizi, ya'ni ularning ko'rishib turishlariga nisbatan to'sqinlik qilayotganligi, ya'ni ularning xonadonga kirishiga cheklov qo'yayotganligi sababli undiruvchi sudga murojaat qilgan. Ayolning qizi ularning uchrashuvlariga nisbatan boshqa to'sqinlik qilmasligi to'g'risida ham to'liq majburiyatni o'z bo'yniga oldi. Yoshlikdagi ba'zi xatoliklar sabab ayrilgan sevishganlar 80 yoshdan keyin topishdilar. Endi sud qarori bilan ular bir haftada bir marta ko'rishib turadigan bo'ldilar. Ya'ni aniqrog'i endi ular umrining oxirigacha baxtli bo'ladilar.